Bugun Moskva va Rossiyaning ayrim hududlarida benzin taqchilligi davom etayotgani, ayrim oyoq ishlar, navbatlar va sotuvlar cheklovlar borligi haqida xabarlar. Moskva rasmiylari yoqilg'i tashuvchi mashinalar harakatlarini yengillashtirish choralarini ko'rmoqda, chunki ta'minot bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda. Bunga neftni qayta ishlash zavodlariga uyushtirilgan dron hujumlari sabab bo'lgani haqida xabarlar bor. Natijada benzin ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga nisbatan taxminan 25% kam. Moskvadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi jiddiy zarar ko'rgan va yaqin oylarda ichida to'liq ishga qaytishi kutilmayapti. Shu sababli Moskva atrofidagi yoqilg'i ta'minoti bosim ostida qolmoqda. Ayrim xususiy benzin shoxobchalarida narxlar sun'iy ravishda ko'tarilgan. Hukumat asossiz narx oshirish holatlarini tekshirmoqda. Hukumat benzin eksportini vaqtincha taqiqlagan. Qozog'istondan benzin import qilish bo'yicha ish olib bormoqda. Ayrim hududlarda sotuv cheklovlari joriy etilgan. Bozorni yoqilg'i bilan to'ldirish uchun subsidiyalar ajratmoqda. Hozirgi kunda benzin narxlari Al-92 57-65 rubl, Al-95 63-73 rubl, Al-98 83-90 rubl, dizel esa 80-82 rubl atrofida bo'lmoqda. Ayrim xususiy benzin shoxobchalar narxlari bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Benzin shoxobchalariga tirbandliklar kuzatilmoqda.